Assalomu alaykum. Dadangiz uydalarmi? Ha, u uyda. Chaqirib berasizmi? Ha, o'zi. Ha, qarang dada. Ha, siz bir xotinmi, endi qizmi so'rab kelam, bilinman, qarang qani. Kim? Yonda bir bachasi ham bor, bilinman. Tinchlikmikan, men buni payvand qilib kelaman. Boring qa. Assalomu alaykum. Topdimmi? Tanidingizmi meni? Yo'q, kimsiz? 7 yil oldin ha, esizdami? 7 yil oldin. Mana bu qiz sizni bachangiz. Ibiyay jonim singlim, og'zingizni yoping, dodlamang, u yakiring ham siyla eshitmasin qani. Uf. Siz qanaqa insofsiz odamsiz ha? 7 yil ota o'rniga ota bo'ldim. Ona o'rniga ona bo'ldim. Ha, mani eshiting qani. Gapimni oxirigacha eshiting. Shuncha yil bir marta xabar oldingizmi? Shu qizim bor ekan deb. Ha, bilmadim, bilan bo'lsam bor edim sizni ko'risha. Ha, qarang dada. O'zingizdan yoshligingizda hamma joy rasviyat yurgan ekaningizda, yana menga aql berasiz. To'g'ri yurib, u yoq bu yoq. Hozir onam bilsa nima bo'ladi? Ha, shu onang bilmasin, jonim bacham hammasini to'g'rilaymiz hozir. Qanday bilmaydi u ekan? Ha, dam qani hozir. Dada, men sizni sog'indim. Ko'rdingizmi? Qizim bechora o'ta mehrga zo'r. Siz qanaqa odamsiz? Qanaqa odamsiz, Sobir aka? Kim? Sobir aka? Sobir aka? Ama qarang dadam otuvchi kim? Bilaman, aldama. U bir yom bu yerda o'tmay, turinglar, so'ringlar. Davay. Eshigi orqasidan yopinglar. Ha, o'xshamaydi. O'zi mama aytdim, bacha menga o'xshamaydi. Sol qoldi. Yoping orqasidan. Davay, sur. Uf, endi nima qilamiz ona? Sen roling to'g'ri o'ynashing kerak edi. O'zi Sobir aka dedingiz-ku. Ey, yur, ko'p gapirma.